Mirobod tumanida sodir bo'lgan yong'in to'g'risida birlamchi ma'lumot. 15-may kuni soat 23:58 da Toshkent shahar Mirobod tumani Turkiston ko'chasida joylashgan vagon ta'mirlash deposida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Unga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borgan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Voqea joyiga Toshkent shahar va tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbar xodimlari yetib borgan. Hozirda yong'inning sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Nima joyida bu? Ha? Yonishini